Assalomu alaykum hammanglarga, butun musulmonlarda bayrami Hayit ayyominglar bilan chin qalbimdan tabriklayman. Hammanglarni bir oyda qiynalib tutgan ro'zanglar, bir oyda kechalari 11-12 gacha qoyim bo'lib Qur'oni Karimni xatm qilganinglarning hurmatidan barchamizni, hammamizni gunohlarimizni Alloh taolo kechirib olishligini Allohdan so'rayman. Hammanglardan yana bir narsani so'ramoqchiman. Ota-onamni haqqiga duo qilinglar. Ota-onamni umri uzoq bo'lsin. Meni ham haqqimga duo qilinglar, farzandlarimning haqqiga duo qilinglar. Duoga muhtojmiz. Hammanglarga yana bir bor Hayit ayyomi muborak bo'lsin. Keyingi Ramazonlarga shunaqa hammamiz xursandchilikda bayramimizni, elimizni, yurtimizni tinchligida, masjidlarimizni hammasi ochiq, kechalari 11-12 gacha xatmlarda o'tkazishligimizga Alloh taolo hammamizga yordam bersin. Hammanglarni ishlaringizga, kasb-mikonlaringizga haloldan barakot bersin. Meni ham haqqimga duo qilish esingizlardan chiqmasin. Hammanglarga kattakon rahmat, poddeshlik qilgan, like bosgan, shu kungacha bizlarni hurmat qilib, bizlarni kuzatib kelayotgan ota-onalar, opa-singillar, akaxon, ukaxonlar, hammanglarga kattakon rahmat. Sog' bo'linglar.